Hürmetli vatandaş, leksiyanın devamı yani muhakeme siz bilen birlikte muhakeme kılımız yok orada sözlep kettik. Leksiyalarımızı bugün çizlağa 2021 4. ayının 23. günü yok orada görüp öttünüz. Yıllık 2021. yıllık dini itikat doğrusu da kılat. Çeksiz çıgıra kanunu. Şundakla stratejilik rekabetleşiş kanunu. Uygurlar doğrusu mecburi emgekini çekleş kanunu. Şundakla Uyguristan işleniyotgan mesulatlarının Amerika'ya kirişini çekleş kanunu. Demek muşa kanunlar bir gün, 2 gün işledi makullandı Amerika Koşmuş Ştatlar'da. Siz bunun da nemini görüp alalayısınız deşem. Demek bugün günde Amerika Cumhuriyeti oturusundaki rekabet her kaysi sahalar boyunca. Mesela adlileştirirsek, G'arbi Tinch okeanda kim turishi kerak? Hozirgi dunyoning mushu holati va kelgusiga zodi kim rahbarlik qilish kerak? Oxirgi qonunlarda tushuntirilganda senatorlar nima debdi? Biz Amerikaning dunyoga rahbarligini qaytadan tiklashimiz kerak. Cumhur taraf nima deydi? Mushu ay, mushu kunlarda biz Amerikadan iqtisod sohasida olqib ketamiz. Biz Amerika bilan teng qo'pib, teng o'ltirib dunyoni teng boshqaramiz. Tuniginki Sumroq televiziyasi Hong Kongning dediki, biz Amerika bilan teng o'ltirib, teng qo'psaqla ondan hamkorlik bo'ladi. Hamkorlashganda dunyo tinch bo'ladi. Ondan bu yig'inida Rais Xi Jinping nima dedi? Boshqalarning dunyoga zo'ravon bo'lishini yoki o'qituvchi bo'lish yo nima, o'ktam bo'lib olishini qo'llamaymiz. Bu dunyoga bir odam, bir davlat o'ktam bo'lib olsa bo'lmaydi. Rais Xi Jinping hatta hozir qaynab munozaraga tushib, bu yig'inida Haynandovda o'tkazilgan bu Osiyo yig'inida shundoq dedi. Hozir Cumhur hukumati tarafdan aytganda butun niqobni yirtib tashladi. Niqobni echib tashladi. Bu deganlik muddaoni oshkorladi. Bilbilen vatandaşım, maqsadda oztul ilmiylik bo'ladi. Maqsadda axloq bo'ladi. Axloq bilan ilmiylik insonni maqsadga, o'zi ko'ngliga pukkan maqsadga tirishchilik ko'rsatishla yetkazadi. Muddaoda axloq bo'lmaydi. Muddaoda ilmiylik bo'lmaydi. Ko'rdingizmi? Qora qo'saq o'zining ko'ngliga nimani pukkan bo'lsa emas, noyat muayyan muddao bilan ya bo'ysundirishni o'ylaydi, ya bostirishni o'ylaydi, ya dunyoda birinchi bo'lishni o'ylaydi, lekin o'zining chomi yetamdi, yetmamdi buni o'ylab qo'ymaydi vatandosh. Lekin uning harakatlantirish kuchi faqat man. Yoki uni harakatga keltirguvchi, harakatlantirguvchi kuchi hasad. Oddiy til bilan aytsak hasad. Cho'ngroq til bilan aytsak Cumhur uchun, navbatdagi Cumhur uchun aytsak millatchilik. Ya'ni dunyoning, insoniyatning o'rtaq gavdasi nima? Mavzuning uchun Cumhur dunyoni ozod qilish, jefang tuanrillik. Datong Tianshap'ten dünyana birlik keltirish. Mana bu ideyalar bugün Cumhur'un Marksizmlik ideyasi mi emas? Yoki feodalizmlik ideyasi mi emas? Cumhurchi ko'ranglik bilan Cumhurchi muddao birlashgan Cumhurchi harakatning natijasi va ifodasidir vatandosh. Bugün tünügen sözlügen sözümüzde Afganistan'a asker çıkaramdı. Teşlik saklaş koşullarını çıkaramdı dedik vatandaşlar. Hem bunu yana kayıt tahlil kılımız. Tünügen ki könglim kanaat kılmaydı. Menen yana kayıt tahlil kılmışsam bulmaydı. Bugün zaten hazır Pakistan'da bir mehmanxonada portlatish vakası yüz berdi. Bu portlatish vakası yüz bergen mehmanxonaga Cumhurlik mehmonlar kelib tushgan ekan. Hozir buni tekshiryapti dedi. Orqa tarafi qayerdan kelib chiqdi. Bunga har tarafdan qarash kerak. Masalaga bir liniya bilan ko'z tikmaymiz vatandoshim. Uni har tarafdan tahlil qilamiz vatandoshim. Shunda qila olmadik. Uyg'ur shu odatni yetishtirolmadik.
Mesela Xitay terörist idi, rasmiken dedik. Kunmunda vaka payda kıldı Uygur dese, rast şundak dedik. Ürümçide ettigellik bazada vaka payda kıldı Uygur dese, teşvik kısı radyo sözlep düz, rast şundak kıldı dedik. Ahmak olman Uygurum, ahmak olman. Bu işler sizden kolunuzdan gelmeydi, yüzünüzde ölçep görün. Ürümçi ettigellik bazarda yüzberge vaka kunmun yüzberge vakalı sizden kolunuzda Uygur'un hazırki zaman Uygurlarının kolundan kemmeydi. Üzüp eğitimem ben bu şundak deyim vatandaşım. Bugün ende Cungu Afganistan'a teşvik saklaş kısımlarını çıkardığı devatkanda Pakistan'da bu partlaştığım yüzbergelliği yana Cunguluk mihmallarının mihmanxanı kirişi bilen yüzbergelliği bu acayiplerini kayışma kanda hürmetlik vatandaş. Cungu teşvik saklaş kısımlarını çıkardığı dedi. Mesela Xinan'dan gelgen kısımlar olsun, meyli Fujian'dan gelgen her bir kısımlar olsun, avval ola mustemlike Uyguristan'a toplanıdı. Demek Afganistan'a yakı Orta Asya'ya teşvik saklaş kısımlarını çıkarıştın Cungu hükümeti mustemlike Uyguristan'dan çıkardı. Bu askeri kısımlar mustemlike Uyguristan'dan çıkardı. Onun hava kısımlarımın müstemlike Uyguristan'dan uçtu. Onu koyup durduğun raketalarımın müstemlike Uyguristan'dan çıktı. Tinchlik saklaş için işletildiğin kanunları, nizamnameleri, popozulları ve tertiplerimi Uyguristan'ın turuştu Xitay'ın milli müstemlike armiyasından çıktı. Muşundaq tahlil qilsak, hürmetlik vatandaşım, ben sizge sual taşlayı ki, o vaxtıda Cungu hükümeti Afganistan işiğe aralışıdığan meyli teç yolu bilen arlaşsın, aralışıdığanlı bulduğan bolsa, o vaxtıda Afganistan'ın köşleri o Uygur emas, ula qaysı güçte? Afganistan köşleri kurallık güçlerdir. Biyadazı Amerika Qo'shma Shtatları kurup teşkilleyen Abdug'ani hükümeti var. Xitay armiyası ulağı çakalanmaydı. Ulağı gep kılanmaydı. Hem çekiliş, gep kılış vazifesi mi yok? Biroq Cungu hükümetinin başına ahir biz sizlarga so'zlab keldik. Taliban bilan mustahkam munosabati bor. Barda keldi aloqasi bor. Yaqinda Taliban rahbarlarini Beijingga ikki qatim taklif qildi. Men sizlarga leksiyada so'zladim vatandoshim. Undaqda Cungu armiyasi Afg'onistonga kirib, tinchlik saqlaydigan bo'lsa, kimga qarishtirdi? Kim bu yerda Cungu armiyasi qarishtirdigan? Meselenin tügünü mana bu yerda. Tügünü mana bu yerda. Vatandaşım, biz işlağa tahlil bilen, qaraylı o'ylanish bilen qaraylı vatandaşlarım. Nayt cho'nqur o'ylanish bilen qaraylı bo'libmi eng nozik bir paytda Pokistonda yuqorqida vaqaning yuz berishi bu tasodifiy vaqa emas vatandaş. Hergiz tasodifiy vaqa emas. Muşundaq vaqalar sizden ko'nglingizni va dunyoni tinchlikparvar davlatlarning ko'nglini g'ash qiladi vatandoshim. Lekin men boshda aytdim, hozir avvalgi 20 yil ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan dediki, biz o'tib ketgan 20 yil to'g'risi to'xtalmaymiz. Bundan keyingi 20 yil ichida Afg'onistonda nima ish yuz berdi? Biz shunga diqqat qilamiz dedi. Mesela dercisi mana bu şey. Şuna nima deb men sizlarga savol qo'ydim. Bu ishlar masalan Afg'onistondan Amerika Qo'shma Shtatlarining askar chekindirishi va bu bo'shliqqa Cunguning tinchlik saqlash qismlarining kirishiga yo'l qo'yish, xalqaro jamiyatning yo'l qo'yishi mushu orliqda, mushu voqealar Uyg'urning bundan keyingi 20 yillik taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatdi deb sizga savol qo'ydim vatandosh Uyg'ur.